Bu tashlandiq uydagi jasad uni 3 yillik tanishi bo'lib chiqdi. Dima ismli bu odam Rossiyadagi tashlandiq hovli uylardan biriga borishga qaror qildi. U manziliga yetib kelishi bilan bu yerdagi hayot belgilarini tekshirish uchun uyning eshigini, oynalarini taqillatib ko'rdi, lekin hech qanday javob kelmadi va birinchi bo'lib omborxonani kuzatib chiqdi. U yerda hech qanday yashayotgan odam va hayot belgilari bo'lmaganidan keyin uyning ichiga kirishga qaror qildi. Uyning ichida esa shaxsiy parvarish vositalariga qarab Dima bu yerda yaqinda hayot bo'lgan. Chunki bularni yaqinda kimdir ishlatganligi shunaqa ko'rinib turibdi degan fikrga bordi. Undan keyin Dima oshxonaga o'tganida gaz plitasiga o'xshash jihozni ustida tog'ora va uni ichida muzlab qolgan kiyimlarni topib oldi. Bu topilma esa bu yerda yaqin orada kimdir aniq yashaganini isboti bo'ldi. Dima uyning hamma xonalarini tekshirib bo'lgach, nihoyat yotoqxonaga kirganida uning aytishiga ko'ra hayotida va umuman faoliyatida birinchi marta uchratgan dahshatli holatga duch keldi. Идет дальше в эту комнату. Там основная комната должна быть. По сути. И оттуда запах идет. Человек, проснись! Mana shu holatdan keyin Dima bu odam unga kim bo'lganligini va nima uchun aynan mana shu uyga kelganligi haqida aytib o'tgan. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi videoda Dima bu odam bilan nima ishlar qilganligini va bu odam aslida kim bo'lganligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha